25 ming naqd pul bo'lgan mana shu ko'rib turgan Mani Euro 6 tayyor varianti bilan sotiladi. Qanaqa variantlikni egalariga telefon qilib yana batafsil ma'lumot olishinglar mumkin. Agar buni yangi ish boshlayotganlar bo'lsa, tayyor firmasi bilan ham o'tkazib berilaradi. Agar naqd pul olaman deydiganlar bo'lsa, narxini 36 ming AQSh dollari deyilyapti. Yana TVSda yana ozgina kelishiladigan joylari bor. 2017-yil 12-oyda ishlab chiqarilgan. Holatlari a'lo darajada, egalar buni o'zlari Gollandiyada olib kelgan ekanlar. Olib kelganlardan beri jami 3 marta reysga chiqqan mashina ekan. Baklari jami 1200 litrli bak bilan jihozlangan. Bu tomonda 600 ta, bu tomonda ham 600 tali bak bilan jihozlangan. Mana salon ichki holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Oq salon, 2 tali spalni, xolodilniklari bor. 14 tali Scania avtomat korobka, yurgan masofasi 915 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ratsiya taxograflari ham mavjud. Tegashga qiziqqanlar egalariga telefon qilib yana boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Videoga like bosib, variantga fura qidirib yurgan fura ishlanishlarga jo'natib qo'yisham esdan chiqmasa, sotuvda yana ko'plab furalarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.